Assalomu alaykum. Yevropada yurgan yurtdoshlar, Germaniyani biznes vizasini olib kelgan yurtdoshlarimizni skladga ishga joylaganmiz. Hozir ko'rgani keldik. Mana assalomu alaykum. Qalaysiz? Charchamayapsizlarmi? Charchamayapsizlarmi aka? Mana akalarimizni sharoiti ko'ringlar. Hurmatli obunachilar, kim kelmoqchi bo'lsa, ishlarimiz bor. Polshada, Germaniyada, butun Yevropada qo'ldan kelgancha mana akalarimiz Germaniyani biznes vizasini olib kelishgan. Hozirda mana skladda ishlashyapti. Skladga joylaganmiz, mana ko'ryapsizlar sharoitlari. Akalar, xo'p, qayerda ishlayapsizlar? Skladdami? Sklad. Xo'p, qanaqa ekan skladda ishlar? İşler sharoiti zo'r ekan. Sharoit yaxshi ekanmi? Oziq-ovqat hamma yo'q bor ekan. Hamma yo'q yaxshi. O'rgatyaptimi sizlarga ishni? Har bitta odamga bittadan odam biriktirib qo'ygan. Ko'ryapsizlarmi akalar? O'zlaringga tashab qo'ymaydi. Har bir odamga bittadan odam biriktirib berib o'rgatadi, keyin shu o'rgatganiga ham pul to'laydi. Sizlar Germaniya biznes vizasini olib kelgansizlar, to'g'rimi akalar? Hozir ana hujjatlaring tayyor bo'ldi. Skladda ofitsialniy ishlayapsizlar. Kelmoqchi bo'lganlarga kim biror narsa deysizlar, mana ishonmaganlarga Germaniyaning biznes vizasi bilan ishlab bo'ladimi deganlarga. Ishonmaganlarga shu ishonib dokument qilib. Kameraga qarab qat-qat gapiravering. Ishonmaganlarga shu kelib dokumentlar tayyorlab Ishlasa bo'lar ekanmi? Ofitsialniy. Aka, siz nima deysiz? Shu kelib ish bor. Niyati borlar, pul ishlayman deganlar, kelsalar ham bo'laveradi. Ana bitta seryozni ukamiz bor. Mana shu seryozni ukamizga ham savol beraylikchi. Ukajon, nima deysiz siz? 1-2 mingdan qochmay harakat qilish kerak. Keldik, jang so'raymiz. Erkan bo'lgan jang ber deydi. Jannat akalarim, gap qisqasi, kelmoqchi bo'lsalaring bemalol pastda WhatsApp nomeri qoldiramiz, aloqaga chiqaverasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.